o'ta og'ir holat, reanimatsiyaga ham tushib qoldi. Reanimatsiyaga ham tushib qoldi. Operatsiya bo'lsa, Erali inshaalloh 100% sog'ayib ketishi aniq edi. Lekin nima uchun operatsiya qilinmadi? Hammani qiziqtirayotgan savol. Aynan meni ham shu narsa ko'p qiziqtirdi. Boshni ko'rgan bo'lsanglar, butun orqa chanog'i yo'q bo'lib ketgan. Yeringlab oqib ketgan. Buni og'rig'i, mana shu kessangiz qanaqa og'risi 50 barobar kuchli narsa. Va buni og'rig'ini qoldirish uchun bularga morfiy ukol qilingan. Aynan 10 mg dan oshuv. Narkozda esa 2 dan 10 gacha bo'lgan milligramda narkoz berilganda aralashma bilan morfiy qilinadi. Ya'ni agar bularga narkoz berilsa, narkoz ta'sir qilmaydi. Operatsiyadan omon chiqishi Короче, umuman iloji yo'q. Hatto 1% imkon bo'lganida ham biz operatsiya qilardik. Bularni operatsiya qilsak, 100% narkozsiz operatsiya qilgandek bo'ladi va u yerda jon taslim qiladi deydi. Aynan shu sababdan biz operatsiya qildira olmadik. Eralga O'zbekistonga qaytdilar, lekin endi nima bo'ladi? Endi TTZda, onkologik bolnitsada lecheniyani davom ettiradilar. Va bu yerda qolgan summalarning hammasi. Biz qanaqadir uy yoki nimadirga pul ishlatib olganimiz yo'q. Hammasi 100% faqat sog'liqlari uchun ishlatiladi va buni hammasi nazorat ostida turadi. Pul inshaalloh faqat siz sog'lig'ingizga ishlatiladi va oxirgacha. Va bizani ko'rayotgan har bitta insondan iltimos qilib qolaman. Endi faqatgina duo. Bilasizlarmi, duolar ko'p narsani o'zgartira oladi. Duo inson hayotini o'zgartira oladi. Hammasi Allohning izni bilan. Shunchaki Allohdan qaysi biringizdir so'rang, bilmayman, kimdir duosi amalga oshib sog'ayib ketishlari mumkin. Qo'limizdan faqatgina shu narsa qoldi. Har bir videoga like bosgan, istoriya qo'ygan, duo qilgan hammangizga rahmat. So'nggi hisobot. hammaga rahmat. Kattakon Alloh rozi bo'lsin. Sizlar tufayli men shuncha joyga keldim. Endi bu yerga TTZda inshaalloh lecheniya olaman. Bir narsani aytmoqchiman. Obuna bo'lishni unutmang. Biz hali ko'plab insonlarga yordam bera olamiz. Ko'plab insonlarga yaxshilik qila olamiz. Yaxshilik izlab davom etamiz.